Arkadaşlar biz bu saat dersimizde soru 2'yi sizleyemiz. Bu soru 2 degan nima deb qolgan bo'lishi mumkin. Men bu yuqorqi 29 saat dersini so'zlash jarayonida bir ikki qitimdek buni anımını tanıştırıp o'tib ketgan. Bu nima desang, masalan, appga mazmun patmaydigan masalan mazmunlar masalan ilqi xabar to'g'ri bo'lsin, nur to'g'rini abditalni ko'rib boqqansizlar. Shundoq abditalda patmayda ishlar bo'lib qoldi. Mana mazmuni tekstiyoning yoki boshqa nimaning narsalar zujallar ko'rimizga patmayda ishib qolsa, dal mushunda hozir men qilayotganimdek mushtaq sirib ko'rinishindami mushuni o'zim bir tal so'rga ishlatgan deb o'ylasanglar bo'ldi Androidda. Hozir men demoqchi o'g'limman dal mushu. Bugun sadif so'zlamoqchi o'g'limman dal mushu so'rkiyo. Ya'ni mushtaq sirilma. Undaqda biz buni qandaq ishiltish o'rinlarini bir qadar so'zlab o'tdim. Xabar to'g'ri yoki mushtaq mazmun patmagancha ishiltimiz. Undaqda biz buni bilan qisqa tushunib chiqaylik. Lightni qilay. Bishda andin ma tekstni o'chirtay. Benim bir tal light bir nel qilib title chiqaraylik. Match format bo'lsin, to'liq chiqsin. And then background mavi bo'lsin. And then bu extended activity'ga jichen qilsin. Ya'ni varis qilsin. And then biz so'rkiyo deb ikki xil so'rkiyo bor. Birisi mayniga bunda yan taraf tushirildi. Ya'ni birisi mandaq so'rildi. Ma horizontal degani mayzga o'ngdan so'ngga so'rildi. Mau so'rkiyo degani ustidan ustiga mustaq serildi. Ma o'ngdan so'lga ashtaq serildi. Undaqda biz ma ostida ustiga serilganini bir ko'rib o'taylik. Masalan buni olmay turib men bir misol olay. Tekstiyodan tekstiyo qo'yib match format bo'lsin. Arab content olsun. Bu şu. And then Android teksti hello çok olsun. And then biz yine mani otur doğru iletişimiz gereken meye çıkıp aldı şuna ama Graffiti Center. And then mau titles kan qasla. Titles so'gan ekan bunga so'rkiyo deb qo'ydi. Endi buni text size 22 ni ishlatayotgan 22 olsun. Endi text colors oq bo'ldi shunda ama biz tepsini chiqardik endi. Undaqda biz mana burada ID bir o'tayman. Ondan mana teknik bir tal text so'rkiyodan endi so'rkiyo qo'y endi manimga light'dan birini qo'yay, beshlar light'dan ko'raylik. Bunga mazmuni qarab chiqsin, mavi to'liq chiqsin shunama. Ondan bunun tekstiyodan jeq tekstiyo qo'yay shundami? Mushuni elbilib mushuni qo'yayman. Xetning rangini elvitle chunki bu
aya chiqib qoldi mani light blowsini elbirni asıp çürüsek oldu. Andın bunun farqlanışı mı background'ını bir öte ya. Background'si 1-2-3 bolsun desek. 5 chiqib qoldikan eng yaxshi chiroyli qilib background'ini bermayli. Hozir menda qalat keldi shundami? Biz bu tekstni cep qo'yaverli. Qo'yaverli. Orientation'sini men vertikal etdi. To'g'rilikday andikin ustida ostiga to'g'rilab etdim. Andan ma tekstni cep qo'yamiz. Mega geldi şuna ama biz yine bunu yeni bir elip yeni bir koyalım. Ekran hazır yeni şekil koyup bakayım perxandır. Mine hazır ma ekran patmağın çıkmadı şuna ama hazır ekran patmağın çıkmadı. Bunu hem de bu neymiş mındak sirsek hazır Android Studio'da mındak sirildi ma sürüküğünü çıkarsak. Dikim hazır çıkmadı. Ekran mıyında çıkmağa mezmunda ekran patqış mümkün bo'lib qalsa, shunda shart to'g'rilib qolib qalsa bir narsa. Endi bu ekran patmay qolgan yeri bo'lib qolib qalsa, so'rikni ishiltib bu masalani hal qilsak bo'ldi. Masalan, men bir tal so'rikdan birini mana shu relate light'ni tepsi qo'yay. So'rikyo buningki diqqat qildiganinglar ma ikkisi. Birinchisi ma u vertikal so'rikyo deganda ustida ostiga seriladigan ma so'rikyo degani. Buningda kenglikini matchbarmat ya'ni to'liq chiqsin danglar. Andikin ma u egizlikini buni mazmuni qarab chiqarg'izinglar. Andikin bu o'lchamlik bo'ldi. Men bunu elib etishim mani textiga relate light astiga elib qo'yay. Hozir ko'nglimimizdek ko'donlama serildi shunama. Bu bek unum bek azib qoldi desanglar, men endi qo'ysam bo'laverdi. Ko'donlama mana seriladi va seriladi qaranglar. Seriladi. Undaqda biz otopsi chiqib ketdi shundami bu? Buni mishqa desanglar biz xasqini ilib ma'noga bersak bo'ldi. So'rikka yo'q bersak past tushdi-ku, ko'donlarga. Mana ko'donlama, men ko'donlama ekran patmaga yeri mundaq Android Studio'da mundaq chiqdi. So'rikka degan dal mushu Android Studio'dagi. Andin bu so'rikniki yana qanday xasqlar bor desanglar bunun xaslıqları yo'q. Asas xüsusiyatlari şu So'rikbars. Android So'rikbars. Mana So'rikbars size, So'rikbars style, So'rikbars ni ma'lum qilsak vertikal olsa ustida ostiga chiqadigan So'rikbars. Ma horizontal bo'lsa o'ngdan so'ngga o'ngga chiqadigan So'rikbars. Note bo'lsa, none bo'lsa bu hech qanday So'rikbars chiqarib bermaydi. Mana Gundiyav chiqarib bermaydi. O'chiraydi. Mana qaranglar. Bosdim. Yo'q, mana yo'qday. Mushta gap. Andan yana biz endi davomli yana boshqa so'riklarni ko'rib boqaylik. So'rikbars mana So'rikbarsni xalqim xalba biz bunu video qilsak ko'rib olsak pek vaqt o'tib ketadi. Biz asosini ko'rib boqaylik. Ko'donlama hozir mayadik biz yo'q qilib etgan biz mana evitib turaylik. Ko'donlama mana yo'qolib ketgan ko'donlama. Kaltekde chiqdi-ku mayada.
biz bunu yine çoğun qilib boqaylik. Mana ko'rdinglarmi? So'roq bariz size degan bu so'roq barizning kengligini bildirdi. Biz bunu 1 dB qilib qo'ysak, bu bilinmagidek kichik holat keldi, lekin mashada bor. Ana qaranglar, maya qaranglar, maya qarasanglar ko'rasizlar. Qaranglar. Mana, mayada bor mana. Mishada bor, mana. Ko'rdinglar? Ko'rdinglar? Mishada. Buni 10 dB qilib qo'ysammi, tez bilan ko'rasizlar mana. So'roq bariz size degan dal mushu. Andin yana Android so'roq bariz style deydi. Bu so'roq barizniki mushu kaltigininki yanlışlısı ya. Biz bunu birden birini ko'rib boqaylik qani. Birinchisi inset set deydi. Buni ko'raylik. Bu o'zgarmaydi. Hech qanday o'zgarish yo'q, ha. Undaqda yana boshqasi bormi deganda inset override deydi. Buni ko'rib boqaylik. Yana o'zgarish yo'q. Ad cd inset deydi. Bu belki meni boshqa icra yoki bo'lmasa bu buni o'zinglar ko'rib boqinglar. Buni endi boshqa nimalar bor o'shayda. Buni faqat ishlatmaymiz bu. Bu kaltigini o'zinglar chiqqansanlarmi chiqarmasanlarmi bo'ladi. Bu odatda bu kaltigini mo'ran o'zgartirib olmaydi deyman. Mo'ran musholat. Shuning uchun biz faqat so'roq barsin so'roq size'ni ikkisini ham ishlatamiz. Odatda ko'p ishlatadiganmiz. Andaqda biz so'roq so'roq barisini yo'q qilib o'taylik. Nota qilib o'tdim. Yo'q. Endi biz buni siyersak siyerildi. Undaqda biz buni telefonda monitor ijro qilib ko'rib boqsaqchi. Hem de açıldı. Ne? Gördünler mi? Ne? Beğendiğimiz yok. Bununki işiltish usuli munda qanday. Yani bir diqqat qildigan ish, eng cho'ng diqqat qildigan ish mana shu egizni pastga serilgan ma'qillik so'rikiyo. Mushu so'rikiyo. Shu vertikalalik so'rikiyo, lekin oldida vertikal deb yo'q, mana vertikalalik so'rikiyo deymiz buni. Diqqat qildigan birinchi ish buningki ichidagi tunji zujansi chuqum bir qadamlam yoki bir tallam loyit ishlatishing kerak. Buning jiq loyitini ishlatib qo'ysang, ya bovso qildi, ya xatolik chiqdi, ya bo'lmasa buningda aptin chekinib ketadigan manda ahvollar yuz berdi. Shunga buni shu so'rikko ishlatganda ya horizontal bo'lsin yoki bo'lmasa vertikaladagi manda so'rikko bo'lsin chuqum bir tallam shu faqat bir tallam ishlatishing kerak. Andin yana hozir biz buni mandaqalatikisini ko'rdik, shundaymi? Mandaqalatikisini ko'rdik. Biz endi buningki mao nemalatikisini ko'rib boqaylik. Deymiz horizontal o'ngda so'ngda o'ng so'rilganini. Undaqda biz o'zgartirganimiz mishaga horizontal deb yozgandan keyin o'zgarmaydi, shundaymi? Chunki biz mana tunji bolasiga o'rinni yerdan belgilab bergan.
Çünkü biz bununla horizontal deb etkenken de özgürdü. Emse bununla bir icra kılıp kürpaklı. İcra köygendikin köydüңlar mı ne? Ondan sonda oңu sürüldü. Köydüңlar mı ne? Muştak sürüldü bana. Bunu köydük. Ondaqda mayda bir mesele doğuldu. Bu İngilizce bilen Hanzucha sondan başlanıp bulduğan bu andikin bu boldu. Lekin ama Uygurçini biz mandaq aletki Uygurçini bu ondan başlangan tutsa bu sondan çıkıp qalsa bu qanday qamışıdı dep oylasham mümkün. Bunun amal var. Bunun amal var. Ondaqda biz muşini yezip köpaqali bunu çuqum Java'da yezishimiz kerak. Bu yerda buning unda xasligi yo'q. Bunda xasligi men tapamadım, men ko'rib baxmadim. Şuna Java'da bunu hal qilamiz. Undaqda biz bu eng astidagi tekstiyoga ID verib o'taylik. Chunki eng oxirgi qisqa opirib berish kerak shunga. ID berib o'tdik. Ondan biz yana mau maningmi ID verib o'tishimiz kerak. Android ID'si HS bo'lsin. Andın Java'ga kirib biz bunu aniqlaylik. Private horizontal so'rkiyo HS andın private TV text view TV deb aniqlab oldim. Andaqda biz bunu biz bu yerda aniqlaylik. Mau düşan her bir ders siz provatma bunu. Emni keyingi saatlik ders başlap bu yerga gizib oltumsam bula. Maya olsa UI bounding deb bilib olsanglar bo'ldi. Mau XML'dagi activity'dagi main activity'dagi mushtaq bir narsalarni ayaga chiqarib ayada Java'da ishlatadigan bounding qiladigan Java'ga işte bir yere. Undaqda buni UI bounding deb aldım ben endi doğru hatamı. Çünkü bu yerda UI narsani ishlatimiz emasmi? Undaqda buni aniqlaylik. HS tang horizontal so'rkiyo. Andın find diyor by ID orqali bu ID'sini ko'rsatib basak bo'ldi. Andın TV shundami? Text diyor. Find diyor by ID. ID diyor TV go muşukke. Biz bunu elbette bo'ldi. Endi biz bunu qandaq o'ng tarafdan boshlab Uyg'urcha o'ng tarafdan boshlangan keyin chuqum men so'rikko 5'ida o'ng taraf to'g'rilanishi kerak. Andan keyin so'ng taraf asosida CRM'da ya boshqa ishlarni qisib bo'ldi. Shunami? Uning uchun biz mandaq bir narsani foydalanamiz. Ya'ni handler deb o'qim bor. Buni ayrim so'zlaymiz. Bu yer ayrim dars qilib so'zlayman. Bu shavshi deb qo'yamiz endi. Handler. Bunu yazıp koyup düşünürsün. Hangisler mesela dedik ki Uygurca ben tercüme kılıp bakmadım ben bu hangisini kaptım abi. Endi biz bunu bu shavshi Muşundan paydalanıp, handlerden paydalanıp bunu son tarafga, o'ng tarafga, son tarafdagi mau hujjatlarni o'ng tarafdan boshlab chiqib ko'radigan mandaq unumni shakllantiramiz. Andaqda neo handler. Andin bu yerga post
post light degan fanfasi keldi. Andin men bir tırnak açıp elip men neo runable. Bu runable'ni biz öğrengen Jeko bu. Runable de yazgan dikken bizga manda fanfan ta'minlab berdi. Bu fanfan ta'minlab bergandikken biz miyaga bir til pesh qo'yib etgandikken buniki qancha minutda qancha sekundda qilib berdiganini. Mana 1 millida, 1 millisekund qilib berdi. Bir milli deb turdim, millisda. Endi mana 1 millisekund ekan mangda. Shunama 1 millisekund ekan ketadi. Biz buni 10 qilib qo'ysak bu abunatchilar app qo'zg'alib bo'lsamanlar bu chiqib bo'ldi ayza. Buni ammo 10 qilib qo'yinglar. 10 qilib qo'yay. Belara ko'rsatib qo'yay qolganini. Hozir endi xc deb aniq qildik shunama. Andin buningki small 42 deb maqalsi qilib. Buni bu nim fanfa desanglar, bu fanfası olsa 42'ninki xy koordinatını evilip şu o'rin to'g'rilab birdan bir fanfası. Anaqda biz TV'nin en axırki koordinatını elib olgan shunama. TV'nin ID berib mayatini qilib olganki biz buningki koordinatiga erishdik. Anaqda biz buningki TV get light ring şu birincisi. Şunu basqandan keyin andikken bu şu yerden başlap x salat x o'rin şu TV'den başlap andin y o'rin 0 ga teng. Y o'rin 0 degan yerdan mana x degan y degan mana 0 o'rindan x degan şu TV'ninki o'ringacha elib şu yerni ko'rsatib chiqarib berdi bizga. Undaqda biz buni ijro qilib ko'rib baqala. Qaranglar. Bu nerede xatolik var? Ne yapalım? Bu nimde ütüp ketken şeyde bu 100 qo'yib baqaylar biz. 10 sekund qo'zg'alib bo'g'ich qildigan yerda ütüp ketgan şey. Ne? Chiqib bo'g'ish maysa ketdi-ku, ko'rdinglar? Hozir maysa to'g'rilandi. Sersam serilmaydi maysa. Chunki eng oxirgi kelib bo'ldi, qaranglar. Ko'rdinglarmi? Mayada bir narsa, maya qaranglar miyaga. Ko'rdinglarmi? Hozir ayzi serilgancha ayzi ketib qolibdi, mana. Hozir mayziga serib ko'ramiz Uyg'urchada. Shunami? Biz buni 5 sekundda andikin ayzi o'tidan qildi. Abunatchilar bu nim töpüsünü ko'rib bo'g'icha biri tahdidda tujiyan qildigan, biri mazmun chiqib qolgan chog'da töpüski mazmunni ko'rib bo'g'icha ostidagi mazmunga asta serilib qolsin deyish uchun mushtaq sanlar bo'ldi. Chunki pek ishni qilib qo'ysanglar birinchi telefonniki Shenchonga kashil qildi. 1 2 3 4 5 mana serilib mayza ketdi-ku. Mana serilmaydi mayza. Mayza sersam serildi. Endi biz buni sen ko'rib tugatdik hamda so'rikiyoni. Hatta menu yeni menu deymiz saydanni ko'rib o'tamiz. Hatta
diqqat qilsanglar.